Endi nima qilasiz endi buni? Oyimga beraman, menga so'radi. Hurmatli obunachilarimiz, biz navbatdagi 2012-yil ukaxonga XS Max beryapmiz. $170 ga 78 o'nkiz. Ozgina sinib qolgan oppog'i $170 ga beryapmiz ukaxon. Bitta omadsin esa. Hayotda oz yashab ko'p azob. Bismillahirrohmanirrohim. iPhone 11 yutgan ekanlaringizmi? Instagram qattiq kuzatar ekan bag'am. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Ye, o telefon chiqdi-yu. Ye, qarang, gar yoshlarga chiqyapti telefon ham. C11 Realme chiqdi, ukaxon. Tabriklayman, qulluq bo'lsin. Gap yo'q. Mana, ko'ringchi. Malades. Endi nima qilasiz endi buni? Oyimga beraman, menga so'radi. Oyimga beraman, menga so'radi. Yana, ayasi o'g'liga XS Max beradi, ayasiga buni berishar ekan. Zo'r bo'ldi-ya. Gap yo'q, omad. Omad mana shu bo'lsa kerak. Mana bari yoshlarga chiqyapti. 2012-yil ekan, o'tgan safargisi 2010-yil ukaxon edi mana. Hurmatli obunachilarimiz, ukaxonimizda ham 2 og'iz gap bor ekan. Bugun tug'ilgan kuni ekan, kakras ayasi XS Max berib turgan ekan tug'ilgan kuniga. Nima deysiz ukaxon o'yin haqida? Halol ekanlar. Bitta shaharda topib bitta chiqdi. Ko'rsak, telefon chiqib turibdi. Kakrasini tug'ilgan kunimizda. Kakras zo'r bo'ldi mana. Nima deysiz? 12 kelaverasizlarni. Jo'lli bag'i, kelaverasizlar, hammalarni kutib qolamiz. Apple 3.7 ga. Gap yo'q mana. Kelaverasizlar, Apple 3.7 do'konimizda kutamiz. Like, podpiska bosib qo'yamiz kanalimiz rivoji uchun.